Meni senga ehson qiladigan hech narsam yo'q. Illo men o'zimni ehson qilaman senga deydilar. Va menga kim bugungi kungacha zulm qilgan bo'lsa, hammasini roziman deydilar. Tong otadi, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam shunaqa suhbat qilib o'tirib, bugun kechqurun kim ehson qildi dedi. Hamma jim, ikkinchi marta, uchinchi marta so'raydilar. Hamma jim. Ya Ulay ibn Zayd, sen tur o'rningdan, sen ehsoningni Alloh qabul qildi dedi. Madinadan chiqib ketadigan kechaylar. Bitta uyqular o'chgandan keyin Janobimiz bilan chiqib, yana sizni ko'rarmikinman, yana kelarmikin, mana gaplashib bo'lganinglardan keyin. Allohim, men sal chaqimchiroqman. Men sal yolg'onchiroqman. Men sal kelinimga zug'um qilaman. Men sal qaynonamni yomon ko'raman. Men ayolimni sal qo'rs muomala qilaman. Bolalarimga qo'rs muomala qilaman. Qo'l ostimdagi qo'rsman. Xullas hamma o'zini sifatini biladi. Kimdir bundan chekadi, kimdir bundan chekadi. Allohim ota-onamga, misol uchun mehri bor, ota-onasiga sal bundaroq mehr past insonlar ham bordir, balkim astag'firulloh. O'shalar aytsinki, yo Rabbiy, mana meni qo'lim. Men chaqimchiligimni bugundan boshlab tashlayman. Men shu narsani Madina Munavvarada senga ehson qilaman. Evaziga seni jamoling va Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishingni so'rayman. Jannatdagi Firdavs so'rayman. Sen ustingda hokim yo'q, xohlaganingni berasan va bersang kamayib qolmaydi. Shu narsani bay qilinglar. Mana meni qo'lim deydi. Bay qilinglar Alloh bilan. Va ishoninglar, mana shu narsani qattim sinov keladi. Sobit tura olsanglar, Robbim va'dasi sobit turadi. Hech qachon va'dasiga xiyonat qilmaydi. Faqat sizlar va'dalarda sobit tura olsanglar bo'ladi. Allohim umrimizdan oxirigacha o'zini haqiqiy quli Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lib yashab o'tish baxtini bersin. O'zidan ikki dunyoda ham begona qilib qo'ymasin. Endi sizlar bilan ko'rishaman, ko'rishmayman, Alloh biladi. Kim ota-onasini olib kelgan bo'lsa, iltimos qadrlariga yetinglar. Armon bo'lib qolmasin. Chunki ota-ona bu qush ekan. Uchib ketar ekan, tutolmas ekansiz. Va qaytib kelishmas ekan. Armon bo'lib qolardi. Kim olib kelmagan bo'lsa, jon akalarim, opalarim, qo'lingizda mulkinglar bo'lsa, harakatinglarni tezlating. Ka'batulloh to'g'risida o'tkazib qo'yib, "Ada mendan rozi bo'ling. Aya mendan rozi bo'ling" deyiladi. U baxt topa olmaysizlar, ishoning. Uchib ketishar ekan, qaytib kelishmas ekan, hech ham. Ishoninglar, tushlaringizga kirishni orzu qilar ekansizlar. Tushimga kirsalar edi, bugun ko'rsamidi derkansizlar. Ha, yosh bolaman. Bitta qizimni uzatdim, ikkinchi o'g'limni uylantirish taraddudidaman. Bir oiladan kelgan o'g'limni uylayman. Lekin duoga o'ylarim yo'q. Eng kattasi o'zim bo'lib qolganman. Men narsa xohlardim, adam duo berishlarini, ayam duo berishlarini. Qadriga yetinglar. Ota-onasi borlar, ota-onalar qadriga yetinglar. Topa olmaysizlar, ishoninglar, topa olmaysizlar. Men akam aytganda, Abdulloh oyangizni qadriga yeting deganlarida men xafa bo'lgan edim. Nahot ayam qadrlariga yetmasamman. Endi tushundim bu narsani degan. Ahllari bilan, singlari bilan kelganlar sen baxtiyorsizlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Agar suhbatimizdan biror bir narsa topgan bo'lsanglar, bir Robbimizdan. Xato kamchilik mendan. Ruxsat bersanglar, duo qilsanglar. Iltimosim meni adam ayam qilsanglar. Ka'batullohda bir qalbingda bir xaling bo'lib turgan paytda eslab qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa narsa emas. Ha, yaxshi ko'raman. Sog'onaman, to'g'risi. Bugun o'tib ketdi. Sog'onchim nihoyatda o'tib ketdi bana. Allohdan so'rayman, bugun gunohlarni afv qilsin. Boshqa narsa emas. Rozi bo'linglar vaqtinglarga. Alloh salomat qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.